Feruza Asadova bugun bizning ko'rsatuvimiz mehmoni va suhbatimizni birgalikda hozir davom ettiramiz. Feruza opa, o'zi san'atga bo'lgan qiziqish qachon sizda uyg'ongan? Assalomu alaykum. Istiqlol telekanali ijodkorlari, xormanglar, bor bo'linglar. Rahmat. Menda shu bolalikdan san'atga mehr bo'lgan, chunki oilamiz san'atkorlar, madaniyat xodimlari oilasida voyaga yetganman. Endi olmani tagiga olma tushadi. Albatta. Uyimizda muhit shunaqa bo'lgan, san'at doim. Shuning uchun san'atga mehr uyg'ongan bolalikda. Bolalikda. Birinchi kuylagan qo'shig'ingiz qaysi edi va necha yoshingizda edi? Yodingizdanmi? Birinchi qo'shig'im oyimni qo'shiqlarini aytib yurganman. Yo'q, hozir esimda yo'q ular. Ular esingizda yo'q. O'zi sizda ham mana ba'zi bir oilalarda bo'ladi, men san'atkor bo'lsam, demak meni farzandlari ham san'at sohasiga kirish kerak. Ba'zilar bor, mana doktorlar oilasi bo'ladi, aktyorlar oilasi bo'ladi, lekin ularning farzandlarida o'zgacha bir boshqa kasbga bo'lgan mehr ham bo'ladi-da ba'zi farzandlarda. Sizda bunaqa bo'lmaganmi? Menda bo'lgan. Men yuristlikka qiziqqanman. Keyin davlat xodimi bo'lishni orzu qilganman, siyosatchi bo'lishni orzu qilganman aslida. Lekin dadam qiz bolaga, ayol kishiga bunaqa kasb to'g'ri kelmaydi, oilasi bilan bo'lish kerak. Oilasidan ortib bunaqa siyosatchilik qila olmaydi deb qarshi chiqqanlar demak. Qarshi ham chiqmaganlar, endi nima deydi, ruxsat ham bermaganlar bu narsaga. Avvalambor uning uchun men yuridiskiy institutda o'qishim kerak edi. Uning uchun poytaxtga borishim kerak edi. Bunga qo'ymas edilar meni. San'atga ham qarshilik qilganlar o'zi aslida. Endi o'zlari san'atkor bo'lganliklari uchun bu yo'l juda ham mashaqqatli-da. Yoki san'atni yoki oilani tanlaysan deganlar onam. Men aytganman, ikkalasini ham olib boraman. Olib boraman. O'taladingizmi? Deyarli. Lekin juda ham qiyin. Albatta, ayniqsa o'zbek oilalarida qiz bola uchun mana boya aytganingizdek, hattoki yurist, siyosatchi kasblariga ham deyarli ruxsat yo'q. Endi qo'shiqchilik ham shu siraga kiradi-da, to'g'risi. Ko'p ham ruxsat berishmaydi. O'zi ko'pincha qiz bolani yoshligidan oila bekasi bo'lishga yo'naltirishadi. Egasiga topshirib olib, keyin qaysi sohani egallasa, o'qiydimi, ishlaydimi, o'zi biladi deb qo'yishadi-da. Shunaqa. Juda ham yaxshi. O'zi xonanda sifatida emas, oddiy inson sifatida qaysi qo'shiqlarni sevib tinglagansiz, kimga havas qilgansiz boshida? Men oldin ham, hozir ham qo'shiqchilardan mana bu Muyassar Razzoqovani zo'r xonanda deb bilaman. Keyin negadir Sevinchni yoqtiraman, Sevinch Mo'minovani juda ham yoqadi har tomonlama menga. Hatto ikkalasining yo'nalishi boshqa. Ikki xil. Keyin Eron, Ozarbayjon xonandalarini asosan Eronni eshitaman. Demak, Eronni maqomchilari, shu folklor qo'shiqchilarini eshitaman asosan. Shuning uchun ham o'zi repertuaringizda ba'zan o'sha tojikcha qo'shiqlar ham bor ekan. Juda ham yaxshi. O'zingizning muallifligingizdagi qo'shiqlar nechta bugungi kungacha? Bilmadim, sanab ko'rmabman. Juda ko'p. 17 ta bo'lsa kerak. Juda ham yaxshi. 15 tami bilmadim. 20 taga yaqin. Ular orasidan o'zingiz yaxshi ko'rganingiz? O'zim yaxshi ko'rgan. Eng deydi-ku. Bor, bir nechta ular. Mayli, bittasini aytib beraman. Siz-da jonli ijro aytib bering demoqchiligimni. O'zi hamma televideniyaga taklif qilishsa, shu jonli ijro uchun chaqirishadi. Toshkent televideniyalariga ham shunaqa